fermer akalarimiz o'zi ham traktorchi bilan urushib qo'ygan paytda bemalol o'zi boshqarishi mumkin bo'ladi. Bug'doy tegiga haydamasdan ekish mumkin bunda. Qator orasida adashilmaydi. Shu 76 ga tushadi. 10 sm bosasizlar. Mana 6-7 qo'yish ham mumkin, 8 qo'yish ham mumkin. Подтверждение bosasiz. Bo'ldi, avtopilotni bossanglar. Начать автопилот. Nega avtopilot qo'yish kerak desa, birinchi o'rinda traktor kechasi ham, kunduzi ham ishlayveradi. Traktorchilar ham har xil bo'ladi. Biri to'g'ri ishlaydi, biri yarim metr, 1 metr u yoqqa boradi. Markori katta qivoradi. Markori katta qivorganning hisobiga o'zi agar 10 sm dan qivorganda ham 10 gektarli yerda 4 qator, 6 qator ya'ni yo'qotiladi u narsada va o'shandan hosildorlik tushadi. Undan tashqari bu to'g'ri yurganning hisobiga demak yoqilg'i sarfi kam bo'ladi. Bu juda ham shu zamonaviy va mana ko'rib turganingizdek o'zi nimani boshqarib ketaveradi traktorni. Traktorchi faqat shu qatori boshida kerak bo'ladi va aylantirib olish kerak bo'ladi. Unaqa katta narsa emas va o'sha juda ham chiroyli chiqadi. Bundan keyin bu nimani saqlab qo'yib, keyingi kultivatsiyaga tushganda xuddi shu izidan tushadi va umuman yo'qotishlar bo'lmaydi. Hosildorlikni bir necha foiz oshirishga imkoniyatini paydo qiladi va yoqilg'i sarfini ham bir necha barobar tushiradi. Endi mana o'zi boshqaradi buni, qiyinchiligi yo'q. Fermer akalarimiz o'zi ham traktorchi bilan urushib qo'ygan paytda bemalol o'zi boshqarishi mumkin bo'ladi. Va albatta o'sha kechalari ishlamay qoladigan joylari bor. O'zi bemalol chiqib ishlab, ya'ni muvozanat saqlash imkoniyati bor. Bu yerda nastroykalar juda ham oson, rus tilida va o'sha nimalarni kirgiziladi. Undan tashqari ikkita sim karta tushadi. Sim karta tushganda aniqligi juda ham aniq ishlaydi. Xullas 2-3 sm aniqlikda ishlaydi. Keyin Wi-Fi da ham ishlaydi. O'zining antennasi 25 kilometrgacha oladi. Shu Sputnikdan hozir mana 40 ta Sputnik ishlayapti. Boshqa avtopilotlarni ham men tekshirib ko'rdim. U yerda 20 ta 25 ta Sputnikda ishlar ekan. Bemalol mana ishlash imkoniyati bor. Endi zamonaviy fermerlar ham shu narsaga o'tish kerak bo'ladi. Busiz iloji yo'q. Mana shu narsalar hosildorlikka ta'sir qiladi. Demak, hosildorlikni shu ortganini o'zi ham baraka keltirib qo'yishi mumkin. 3-4-5% hosil ham ancha baraka berib qo'yishi mumkin. Misol uchun, hozir paxtada agar 40 sentner otgan bo'lsa, 5% demak 2 sentner bo'ladi. 200 kilo paxta ham hozir 1 600 ming bo'lyapti. O'shaning uchun bu narsadan menimcha ayamaslik kerak. Endi hamma o'zi biladi-yu, yana ham, lekin buni olib ishlatish kerak bu narsani. Mana hozir avtopilot yoqdi bu. Yoqqandan keyin men hozir qator orasini o'lchaymiz. Hozir bu qatorlar orasi 76 va mana keyingi yurayotgan shu selkani qatori yana 76 bo'ladi. Hozir buni o'lchab ko'rsatib beramiz. Mana qozuv qo'yib qo'yilgan va mana hozir orasini o'lchaymiz. O'lchagan. Odamlar ko'rsin. Mana bu eski shu qozig'imiz mana o'rtasi ko'rishlik ko'rinayotgan bo'lsa, mana narigisi ham mana 76 da turibdi. Bu demak o'sha selka adashmaydi. Tezligi ham yaxshi tezlikda ishlaydi. 18 kilometrgacha o'sha ishlasa adashib ketmaydi deb o'sha zavod garantiyasi bor bunga. Endi hozir bular narxi ham ancha tushib ketgan. O'shaning uchun bunaqa aniq texnologiyalarga o'tishimiz kerak. Endi iloji yo'q busiz. Mana shu narsalar o'zi hosildorlikni belgilab beradi. Ya'ni shu o'g'it solishi, o'g'itdan ekonom bo'ladi, yo'qsa mana hozir o'sha tomchilash qo'yiladi buni orasiga. Ancha-muncha xarajat bo'ladi. Hamma narsa aniq bo'lsa, qancha aniq bo'lgan sari har bitta aniq qilgan ishimiz 1% dan qo'shganda ham 10 ta ishimiz 10% qo'shadi. O'sha narsa o'zi bizga baraka keltiradi. O'sha narsani hozir biz yo'qotyapmiz. Ko'pchilik so'rayapti, o'zimiz uchun olib kelganmiz buni. Lekin ko'pchilik so'rayapti. Agar naqsi bundan ham bor, selkadan. Bemalol o'sha telefon sotuvchi bolalarning nomerini beraman. O'sha tegidagi nomerlarga telefon qilib bemalol gaplashsanglar bo'ladi bu bo'yicha. Endi mana avtopilotga keladigan bo'lsak, nimasi qiladi buni? O'sha to'g'ri qiladi va o'sha chiziqlarini joy-joyiga qo'yib beradi. Qator orasida adashilmaydi. O'sha 76 ga tushadi. Buni o'zimiz uchun olib kelganmiz buni. Lekin ko'pchilik fermerlar ko'rib, shu olib kelib berishni so'rayapti. Buni ham sotuvini yo'lga qo'ydik. Shu mana shu raqamlarga telefon qilsanglar, bolalar bemalol tushuntirib borib o'rnatib beradi. Buni shu ofitsialniy zavodskiy garantiyasi 2 yil. Undan tashqari antennalari ham boshqa
bozordagi avtopilotlarga qaraganda 10 barobar kuchli. Ya'ni 25 kilometrgacha antennasi oladi. To'lovi yo'q. Hech qanaqa boshqa avtopilotchilarda misol uchun oylik to'lovlari bor, bunda to'lovi yo'q. Shu tomonlaridan qulay va albatta shu ishlashga qulayliklarni ko'pchilik уже biladi bu narsani. Shu kechasi ham ekadi, kunduzi ham ekadi va qatori adashtirmaydi, shu to'g'ri oladi. Undan keyin kultivatsiya tushishlari imkoniyati bor va birinchi o'rinda shu mana bu traktorchi akalarimiz ham charchab qolishmaydi birinchi. U tomoni ham qulay va jonni rohati xullas ishlashga maza qilib ishlaydigan narsa bu. Buni o'zimiz nima traktorchilar iltimos qilib olib kelib bering degani uchun olib kelganmiz, lekin mana boshqalarga ham shu yaxshilikni ilovyapmiz. O'zimga olib kelgan shu firmadan shu sizlarga ham olib berishimiz imkoniyatimiz bor. Mana bu zamonaviy selkamiz bo'ladi. Buni Xitoydan olib kelganmiz. Bu nimasi bilan qulay desa, birinchi o'rinda mana bug'doy tegiga haydamasdan ekish mumkin bunda. 3 ta diskasi bor. Birinchi diskasi kesib beradi, o'g'it soladi, ikkinchisi ham kesadi, uchinchisi ekadi. Va uni orqasidan yana o'g'it soladi. 2 xil o'g'it solsa bo'ladi yoki bo'lmasam 76 qo'sh qatorga ham, men birinchisiga ham o'sha chigit solib, ikkinchisiga ham chigit solib 76 qo'sh qator qilib ishlatsa ham bo'ladi. Shuningdek, lalma joylarga ekishga juda ham qulay, haydalmaydi. Bu no-till selka hisoblanadi. O'sha no'xat, masalan, boshqa ekinlarni o'sha lalmiga ekkanda juda ham qulay, haydamasdan bittada o'g'itini berib chiqib ketadi. Bu demak, bunaqa selkada ekkanda hosildorlik kamida 20%, 25% oshiqcha chiqadi. Shuningdek, mana buni shu 3 ta nimasi bor, miyasi bor. Miyasi o'sha o'g'it tugaganda yoki chigit tugaganda gapiradi, signal beradi ichkariga. Mana buni keyin traktorda ko'tarib yurmaydi. Kichkina traktor ham bemalol buni o'sha tortma selka bo'lgani uchun bemalol tortib ketaveradi buni. Endi bir qatorli selkasi bor fermerlar hozir o'ylanib turibdi. O'sha Xitoy selka olishimiz kerak qo'sh qator degan. Ularga ham mana shu avtopilot qo'l keladi. Nimaga desanglar, buni mana hozir bir qator yurib chiqdi. Avtopilotni surib, misol uchun 10 sm ga smeshcheniya degan narsasi bor. 10 sm ga 10 tomonga sursanglar, yana 10 sm yonidan ekib ketadi buni. Misol uchun mana mash qatori yonidan 10 sm, hammasi 10 sm dan suriladi. Mana keling ko'rsataman. Mana hammasi rus tilida. Mana oddiy mana upravlение degan joyini bosasizlar va smeshcheniya degani bor mana. Smeshcheniyani bosasizlarda necha santimetrga surish kerak qatorni. Misol uchun mana hozir butun ekib bo'lasizlar dalani. Misol uchun bitta kontra ekib bo'ldinglarda, bo'ldi, bu yog'iga suril deb 10 sm bosasizlar. Mana 6-7 qo'yish ham mumkin, 8 qo'yish ham mumkin. Подтверждение bosasiz, bo'ldi, uspешно berdi. Подтверждение qatoriga chiqib turib, bo'ldi, avtopilotni bossanglar. Начать автопилот. Bo'ldi, avtopilotni bosganingizdan keyin o'zi shu oldingi qatorni yonidan ekib ketaveradi bu. Yana o'sha boshidan ekib ketish mumkin. Endi unda lekin o'sha salarka sarfi ko'proq bo'ladi, lekin selka yetmay qolgan paytda, zaril paytda o'zingizlarning selkanglar bor, traktoringlar bor, shu avtopilotdan foydalanib tez o'z vaqtida ekib olishinglar mumkin. Ya'ni bilasizlar, bahorgi 1 kun, kuzgi 15-20 kun degani ancha vaqtdan ham, puldan ham yutish imkoniyati bor. Endi vaqtida ekkanning qadrini professional dehqonlar juda ham yaxshi tushunadi.